Yotoqxonasi mana shunaqa noodatiy remont qilgan kvartiramizni video obzoriga yetib keldik. Birma-bir uylarni ko'rsatib o'tamiz. Turgan joyimiz kattalar spalniy xonasi. Spalniy xonasi to'liq jihozlangan. Aytishlari bo'yicha qimmat mebellardan qilib qo'yganman dedilar. Yetmaganiga konditsioner qo'yilgan. Har bitta uyga kvartiramizda mehmonxonasiga ham yetib keldik. Mehmonxonasi juda ham katta, yorug'. Bu yoqda ham konditsioner, stol, o'ng kishilik shifoner. Aytishlari bo'yicha bu televizorni olib ketaman deyishyapti. Televizor, karaoke nimalarni hammasini olib ketadi. Kvartiramizning ma'lumotlariga kelsak, kvartiramiz 3 xonalik, 95 kvadratdan tashkil topgan. 4-qavatga elitli, liftli, 8 etajli domning 4-qavatdagi xonamiz ham spalniy qilib tayyorlangan. Bolalar yotoqxonasi aslida, lekin kattalar yotoqxonasi qilib tayyorlangan. Bu yoqda ham barcha jihozlari qoladi. Ko'rpacha, ortiqcha lish narsalar olib ketadi. Aytgancha, bu yoqda ham alohida o'zining konditsioneri ham bor ekan. Konditsioner, televizor, qo'lim, parda, mebellar hammasi qoladi. Narxi va qo'shimcha ma'lumot olish uchun pastdagi telefon raqamlariga telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Kvartiramiz 8 qavatli, elitli, liftli domning 4-qavatda joylashgan. Liftlar 24/7 ishlab o'tiribdi. 95 kvadratdan iborat. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi hammaga qiziq. Narxi 66.500 AQSh dollarga baholanadi. 8 qavatli, elitli, g'ishtli, liftli domning 4-qavatida 95 kvadrat, 3 xonalik, 2 tomonlama skvoznoy proyekt. Kvartiramizning manziliga keladigan bo'lsak, Sahrni Balisadan Fayzobod masjidga yetib o'rishda o'ng qo'ldagi Dilnoza Samir dom.